Srochnaga 2 xonalik tayyor kvartiraning puliga 3 xonalik kirib yashiladigan variant. Buxoro shahrining sharq bir territoriyasidan katta yo'l yoqasidan 5 qavatli yangi g'ishtlik domning 4-qavatdan kadastrda 82 metr kvadrat bo'lgan uyimiz sotuvga chiqyapti. Ikki tomonlama proyekt, koridor qismini o'zi ham bitta xonalik 4 xona hisobida. Koridor qismimizni ko'rinish qadar obunachilar, kattagina koridor, sanuzil, razdelli uyimiz. Yana plyus tomonlari tayyor, fonoviy remont holatida, oyoq taglari laminat qilingan, eshiklari pod zakaz MDF eshiklardan. Detskiy komnatasi, kuxnyasi, sanuzil, spalnya va kattagina zal qismi. Uyimiz ko'rinishi patolog hamma yoqda gipsokarton bilan ishlov berib borilgan. Bu tomonda oshxona qismi, kuxnya mebel garniturasi akreldan ishlangan. Kotyollar o'rnatib qo'yilgan. Bu tomon sanuzil qismi, hojatxonaga, aerosollargacha o'rnatib qo'yganlar, litiy unitazda o'rnatib qo'yganlar. Plyus tomoni suvni bosimini yetkazib beradigan shimga moslamasi ham o'rnatilgan. Bu tomoni vanna xonasi, rakvina vanlari normal holatda, akkuratli holatda saqlangan. Spalnyamizga o'zingiz alohida baho berib o'ting. Kattagina spalnya. Uyimiz hammasi polnotseniy derazali tushgan shamolgoh holatida. Bu tomonda esa zal qismi. Zalimiz ham kattagina, bemalol ancha-muncha mehmonni o'z bag'riga sig'dira oladigan zalimiz. Pardali elitli pod zakaz pardalar chiroyli qandillantirib qo'yilgan. Bu yoqda ham gipsokarton bilan ishlov berib borilgan patolog qismiga. Ana shu 2 xonani puliga sotilayotgan 3 xonalik kvartiramiz kim ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar Sharq 1. Katta yo'l yoqasidan. Narxi $. Barakasi uchun ozroq summada bir nima o'tib kelishtirib beriladi. 5 qavatli g'ishtlik domning 4-qavati 3 xonalik 2 tomonlama proyektga ega bo'lgan kvartiramiz. Vod bo'lgan, tezda notarius qilib beriladigan kvartira.